Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli televizor görgüç qarindaşlar. Uzundan beri bu ilminin zakitini belgeler timida bir program işleşini oylaşıp ötken yılı Uyghur Akademisi'nin 5. qatımlıq ilm muhakimi yığından keyin ilminin zakitini belgeler birinci programda qilgandik. Onun da Doktor Rishad Abbas akamiz bilan söhbet ötküzgen. Bu qatam Uyghur Akademisi'nin 6. qatımlıq ilm muhakimi yığını 9. ayınınki 20 ve 21. günleri İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'ninki Topkapı, yani Yeni Kapı Mevlevi Hanesi hoylusu da şehirdeki yığın salonunda dünyanın her qaysi şeylerinin kelgen 16 tədqiqatçı, ziyaliler ve alimlerimiz bilen birlikte 2. qatımlıq, 6. qatımlıq yığınımızını elip bardık. Bugün şu münasebet bilen Angliyadan kelgen Aziz İsa Elkün akamizni bir ziyaret qilish fursatini yarattık. İnşallah bugün Aziz İsa akamiz bilen şu programını birge bir söhbet karakterde ikincisini ötküzmekçi bulatımız. İstanbul'a kelginiz için rahmet. Assalamu alaikum. Sizge rahmet. Buradan görüştük. Şimdi hazır bugünkü program bir söhbet karakterlik buldu. Nahit Erkin nimede. Ben kısaca bir programını kandak elip barımız otoğruluk tüzüğen bir planda. Sizinki kısaca tercüme alınızını beşidi ben biraz tanıştırma program köygüçülerge. Ondan keyin siz biraz özünüzdeki hayatı doğruluk sözlep berseniz, özünüzün ağzını anlasak tahmin yaxşı oldu dep oylayman. Ondan keyin akademiya yığını bunun ähmiyeti, bu doğruluk sizdeki təsiratlar hem akademiya yığında sözlegen teminiz doğruluk kısaca bir xulasa qilib berseniz, önceden doğruluk yaxşı tədqiqat edip beripsiz. Üçüncü bo'lib Angliyadagi hayat ve okuş, mesela Angliyada birisi berip yaşamakçı olsa qandaq turmuş seviyesi qaysi derecede, ondaki okugucular okuş için, Angliyada okuş için qaysi xil tayyorliklarni qilish kerak. Bu cihette siz qandaq meselelerni bere aleysiz, o doğruluk sizden bir sorusak, siz o nimeler özünüzdeki şu malumatlarni berseniz, belki kelgüsüde okugucular sizni izlep nima qilishi mumkin. Dördüncü bo'lib İngilizler ve dünya, yani İngilizlerle nurgun hak şu dünyanı başkuruvatıdı, yakın mesela dünyanı müstemliki kıladı diyendek şu, hem yani şuların sistemi suyucu başkuruvatıdı diyendek, mühindaq, nime bağımdır, reallık, hem nime her kasiyetlerden, ama şu göz karaş var. Ondaki bunun dünya olan tesiri, hem Uygurlarınki, bu cihetteki tutkan önemli çok Uygurlar, ki Uygurların, İngilizlerin mesela nemelerini öğreniş gerek. Şundan ya biz azı til öğreniyatımız, yine onların teknika, yine başka bir sistema, yine başka yine siz bu yerde yaşaş ceryanında ve turmuş ceryanında belki miskallarınız var. Özümüzdeki hanımıma, yengimiz mi, Angliyalık, Angliya vatandaşı. Ondan keyin 5. timida Uygur Kalemkeşler Cemiyeti toğruluk bu bir hükümet karakterlik bolmagan bir teşkilat, nurgun Uygur yazgıçıların azası var. Siz bu şu cemiyetinki idare heyetide muhtatsız, hem işlevatsız, hem torbetini başkuruvatsız değil mi? Hem tor edebiyatı doğruluk. Mesela nazır Uygurlar özününki sözlemekçi olan, demekçi olan geplerini, bayan kılış nimesini asasen tor arkalık ifadelatıdı. Tor edebiyatı qaysi tarafga qarab ketib bordi. Siz bir yazgıcı buluş süpütünüz bilen bu cihette bir nazar taşlap ötseniz, onu sizden anlatıp baksak. Ondan keyin 6. noktada sizinki 2012 yılda çıkargan Uygur Kalemkeşler Cemiyeti tarafından çıkargan Donay Deryası'dan Orkun Boylargıca degan kitabınızı neşr kılın taqtildi. Hem vatandagi torbetlarda izlenişli köyden, Bağdaş, başka torbetlerde bir köyden bir qır nazar esip çıktım. Nayet yaxşı yazıpsız. O kitap doğruluk biraz bir toxtalib ötsünüz.
yazışdaki maqsad sizning balkim shu necha yillik chet el hayotidir va o'qish tadqiqot jarayonida o'zingiz ega bo'lgan bilimlar shu kitobda asosli shu yerda ifodasini topadi. Hem Uyg'urlarniki tarixiga oid bir yaxshi bir kitob. O to'g'riliq bilan so'zlab bersangiz, shu shaklda olib borsak, asosli suhbat xarakterida erkin bir holatda olib borsak deb o'ylayman. Endi men Aziz Eysa akamizni qisqacha tanishtirib o'tay. Aziz Eysa Alkun akamiz yozuvchi, tor, uchur va media mutaxassisi, o'zi Angliyada yashaydi. Aziz Eysa akamiz 1970-yili 22-iyun Şayar nahiyəsinin Toyboldu yazısında doktor ailesinde doğulgan. 1988 yıldan 91 yılgacha Ürümçi Üniversitesi'nin Chet el tili fakülteti Rus til kasbida o'qigan. 2001 yıldan 2007 yılgacha London Lambeth Morley institutlarida İngiliz tili, kompüter, uçur texniki ilmi ve tor layihalash kasblarida o'qigan. 1986 yıldan hazırga kadar 200 parçadan artıq şiir, hikaye ve ilmi makalelerni yazgan. 2004 yıldan başlap London Uygur ansamblini ve tor sahipsini kurup çıkan. 2009 yıldan 2011 yılgacha London Üniversitesi'nin Birikbek İnstitutu'da tor layihalash, uçur aloqa ve ko'p xil media kasbida o'qigan. Muhojiratdagi Uyg'ur 2012 yili Shvetsiyada muhojiratdagi Uyg'ur qalamqashlar markazi tarafidan nashr qilingan Donay daryosidan Orxun bo'ylag'ichi nomli kitobini nashr qilgan. O'zininki loyiha ishlari ve o tor başquruş jihatlerdagi vazifani o'z ustiga olgan bir qancha tor bekat bor. Bular www.uyghurensemble.co.uk, yana birisi www.uygurpen.org, üçüncü bir tor beti www.soundislamchina.org qatarlıq şu torbetlerindeki asaslık aqsab mülazimet hizmetlerini kıldı ekansiz, layihalash işlerini. Ondan başka xalqarалық ilmi jurnallarda e'lon qilingan maqolalardan Cambridge Üniversitesi jurnalining 2011 yil sonida nashr qilingan Nazirga taklif Uyg'ur torbachiligi umumiy nazar nomli ilmiy maqolasi vakil xarakterlikdir. 2013 yıldan başlap London Üniversitesi Şərqşünaslık ve Afrika İnstitutu tarmağıda elib beriyotgan Jungodagi İslam Avazı nomli tadqiqot ish turida xizmat elib kelmoqda. Bayatın www.soundislam.china.org degan shu turi bo'yicha ishlayotdi. Ondan başqa bu qatim Uyg'ur Akademiyasining 6-cı qatimliq ilmiy muhokama yig'inida Aqlifin arqılıq İslamlaşış ve Uyghur ictimai aloqatorning o'zgarishiga nazar nomli maqolangizni o'qib o'tdingiz. Nəhayət yaxshi ündidar ustida nəhayət yaxshi bir tadqiqot bo'libdi. İnşallah. Bu to'g'riliq biraz so'zlab bersangiz. Endi men mushunda tanishtirib o'tdim. Endi o'zingizniki qisqacha hayotini sizning og'zingizdan anglasak. Rahmet, şundaqa memnun buldum. Şu sorunni, müsabaqat sorunni hazırlab birlashtirgan sizge Uyghur Akademiyasi barliq ziyolarimizga, tadqiqotchilarimizga ve şundaqla bu Uyghur media markaziga albatta minnatdorligimni bildiraman. Rahmat. Şu men nima deymiz 1999 yıl vatandan ayrılgan, muhaciratda yaşashga mecbur bulup, şundan bir an
şu 2001 yıldan başlap Angliyada yaşap kelyapman. Jami aytkan bir 15 yıllık hayatımız muhacirat ötdü. Bu 15 yıllık hayatta nurgul soğuklarni başımızda ötküzdük. Tabi her bir Uyg'urniki o'zi xos hikoyasi bor. Men shu hikoyada mening shu hikoyalar ichidagi o'zimning hikoyasi bor. Men shu Angliyaga kelgandan keyin men hayat tariximni so'zlab o'tdingiz. Men faqat ingliz o'rganmaganda hayotımda faqat bir ingliz so'zini bilmaydim. Endi biz vatan chiqib ketib Angliyaga kelgan vaqtimizga 28-29 kirgan vaqtlarimizda shunda yosh qo'ygan o'zim tasavvur bo'lgan shundaqdimi shu 5 yil besib tilni o'zim bilmanda qanday shakllanganligim 1 minut o esimni ko'tarilmaydi ingliz. Hatto shu ingliz tilini o'zim ta'sir bo'lib qolmasin deb Uyg'urcha faqat anlamaydim. Yazmaydım. Şu aşağı qilib 8 yıl, ondan keyin 5 yıl ingliz tili bilan kompüterni kasbini o'qidim. Ondan keyin til bilan yordamchi o'qitish kasbini o'qidim, ondan keyin kompüter kasbini o'qidim, tarz laylash kasbini o'qidim, multimedia shunday qilib men şu 2004-yıldan başlap şu yana bir işim vardı. Şu Angliya Ko'chmanlar idorasida terjimalik qilaman. Uyg'urcha, inglizcha. Demakchi o'g'lim endi shunday hayotlarni boshdan kechirdik-da, biyat narsamiz shu tirishchanlik o'ziga ishonishganda. Shu ingliz tilini o'rganib bo'lib, endi tilning mukammal bir nuqtasi bo'lmaydi o'rganib bo'ldi. Ammo ehtiyojimizdan chiqib bir parcha neler yazamaydan diyecek bağlandık iken oylasam 10 yılın bunun hayatımdan 10 yılın keyin hayatımı oylasam dünya bana qayta bir içilgandek dünyamı qayta bir köygendek buldum da. Çünkü biz at sözleri bakken bu bir til artık bir tilini bilsen artık bu dünyayı bilgendek bilsen neden gap bakken de bu til. Ben anladığımda til altın açmış deyimiz. Onun için til kövrük degan maqollar bor. To'g'ri. Yaqinda yine mesela bir til bir insan, ikki til ikki insan. Onun qo'shqulida necha til shuncha insan. To'g'ri. O madaniyatni biladigan nazar doirangizni kengaydi. To'g'ri. Shunaqa his qildimda, qirib hamma narsa yangidek menga. Qildim, shundan qarasam o o'rgangan narsaning ko'pligidan shundaq dastlabsal tamtirab ketdim. Bu mushunday o'tkazyaptimi biz 23 yaş, 24 yaş vaqtlar, 25 yaş vaqtlarda Şinjan Rus'unu bitirib tamamladık-da. Ondan keyin ta 28 kirgacha 7-8 yil hayotimni hech qilmadik desak bo'ladi. Hech qanday ilm narsa to'g'ri vatan vaqtlarda kitoblar o'qiydi, tarixiy kitoblar. Ali maktablarda ching to'masa o'quvchi o'zi bir narsa o'rganmasa, bir til o'rganib vaqt unumli foydalanmasa, Ali maktabda jiq bir narsa olmaydi. Faqat özlüğün ögünüş kabiliyetini tutuyorken adam bir narsa ögünüp payda çıkartaydı. Bo'lmasa başkalarınınki şu itekliş bilen yak olmasa başkalarınınki mecburluş bilen ögünüp kalgan, ögünüşki mecbur olgan ögünüşten jiq menfaat alamaydı insan. Şu asaslık degendiğinizde şu özünün tirişçanlığına en mühimisi işençki bağlılık. İşenç kılmasa onda bir narsa ögünüş natayında. Ondaki hem de hayat yaman aldıraşlandı onun şarayetinde. Yaman bek aldıraş hem de tabii biz kimliğimizi yoktub yaşayımız desek buludu mu da gitganda biz hiç kanda bir narsa medeniyet, hiç kanda bir narsa hayat Uygur'un hayatı yok o yerde. Onun için Türkiye'de başka hayat. Hem de şunun olan 2009 yıldan keyin hem de Uygurca köçtüm de hem de şenç turguz buldum da hem İngilizce'de. Şundan Uygurca köçtüm. Neç yıl? 5 yıl mı okudunuz? Yok ben 8 yıl şu 9 yıl okuyan buldum da. 9 yıl İngilizce'de İngiliz tili bilen kompüter saati okuyan buldum da. Okup keyin Uygurca köçtüm degenim qaytadan esnekli çünkü men burun talab yazattım da nurg'un asarlarim batı burun. Şundan qaytadan köçüp özüm entirgandek buldum dastlabda salaqa tilni bajarib kalvalışıp deganimiz tapamay Uyg'urchadan kelmay shundan hozir shunday yaxshi undan keyin bizning ijtimoiy aloqa nimalarimiz chiqdi vaqtlarimiz chiqdi ko'p so'zlashdik telefonda yozishga boshladim qaytadan qalamni ilib tarjima boshladim inglizchadan qarab baqsam bu shu
Endi nurg'un sahalar bor ekanda biz mana shu mavhum dunyo turib masalan kompyuter turib nurg'un ishlar qabul bo'ldi ekanda mana shu bu xizmatlar ko'pkan qildigan ish endi ilmning zakti deb bu bilim nanamdi o'rgangan o'n narsa o'rganibdik xalqimiz qaytarishimiz kerak ekan o'zimizning jon beqishdan sirt hayotimizga nurg'un vaqtlarni yana bo'sh vaqtlarni shu qaytarishimiz kerak ekan deb shu nurg'un ishlarni epadik avval siz hayot tarjimalarini aytib o'tgandek undan keyin ingliz tilini o'qidingiz boshqa yangi texnikalarni o'rgandingiz hamda angliyada yashadingiz londonda yashadingiz deymizmi to'g'ri londonda endi nurg'un odamlarniki man berib shu londonda o'qisam o'rgansam deydigan nimasi g'oyalari tushlari bordir balkimchi ammo siz uni real hayotda yashayapsiz degandek bir ishlarni vujudga chiqarish uchun hamda bir chet el tilini o'rganish kerak ham o'zimizni bayon qilish mi boshqalarga ilg'or texnika uchurlarni egallash uchun shu ingliz tili lozim bo'layotdi hozir vatanimizda ingliz tili qizg'inligi zaten shu biz barchalar 92-yildan tortib asosan bir qizg'inlik ko'tarilishga boshlagan mana shu 2000-yilgacha Urumchida turdim 1992-yildan tortib shu san'at institutida o'qigan chog'da beshida yapon tili o'rgandik keyin ingliz tili o'rgandik kunda degandek shu 10 soat o'qitdim o'rgandim shu vaqtda bir 6 oyda men ingliz tilini o'rganib bo'ldim deb o'sha Newcastle Speak English deb yangi o'qigan ingliz tili bordi uyg'urcha tarjima qilinmagan hatto hanzuchisi materiallar az vaqtlarda 6 oyda men o'rganib bo'ldim masalan bu kitoblarni uchun ularda 2 yillik program uchun albatta degan o'quvchilarmi bor hozirmi ko'ryapsiz masalan hanzularni junguni hayron qoldirib qilayotgan uyg'ur bolalar chiqyapti CCTV'niki programmalarda gayet yaxshi natijalarga erishganlar bor demak ingliz tilini o'rganish endi men bir qancha oylik yoki bir qancha yillik ish emas bu umr bo'yi so'ziladigan bir nima shunga bir tilni men manchalik vaqt o'rganib bo'ldim degili bo'lmaydi haqiqatan gayet yaxshi o'zingizningki o'qish hayotingiz to'g'riliq so'zlab berdingiz qisqacha angliyadagi bir o'zingizniki turmush bu to'g'riliqmi shu nima deymiz shu men 2004-yilda to'y qildim 3 qizim bor 3 qizlarimniki hammasiga uyg'ur tarixidagi uyg'ur bobchong bo'lsin deb uyg'ur tarixidagi 3 xonishning malikaning ismini qo'yib qo'ydim ismi shundoq yarashdi uyg'urcha qaysi ismi cho'niki Nafisa o'tirinchi qizimning ismi Laylagul kichik qizimning ismi Sanam yoki o'tir ismi Jane inglizcha uyg'urcha jon deymiz Sanamjon qizlarim hozir har haftada bizniki bir uyg'ur tili dars yozgan maktabimiz bor o'tgan shunday yaxshi davomlashgan bu yil davomlashdi har ish yakshanba kuni 2 soat bolalar shaga opirib haftalarni qilib hadi sanoqlarni sanab o'ziniki oddiy gaplarni tamoqning turlarini yaxshimisiz assalomu alaykum va alaykum assalom deb qila oladi yaxshi muhit o'qish nimasi hammasi ingliz so'zlagandan keyin bolalar sal to'xtaydi ekan ammo ko'p tirishchilik ko'rsatyapmiz hayotimning boshqa sohalariga so'zlab kelsam shu hayot aldirash men va ayolim har ikkimiz shu uyg'ur tadqiqot sohasida hamkorlashib nurg'un ish turlarini xizmatlarni tamomladik va ishlayapmiz hozirmi yangimizmi uyg'urshunos shundaqmi ayolim uyg'urshunos ayolingiz inglizmi deymi to'g'ri ayolim angliyalik shu London universiteti tarmoqidagi Asiya va Afrika va sharqshunoslik institutida doktor bo'lib ishlaydi
Biz dastlabda biz tanışqandımı şu bir ortaqlıq bilan tanışqanda, tanışıp keyin nikah degan hayat bo'ldi ekan. Biz ko'pmi yo'q shu vaqtlarda biz Uyg'urlar Angliyada, onun için oldi gap. Şu nikah g'ayib bo'ldi ekan, yaxshi turmushimiz bor. Balalarimiz yaxshi tarbiyalanadi, hayotimiz shu ko'ngillik, endi har vaqt ammo shu vatanni eslab turamiz. Shu bir ko'nglimizga ham shu vatanda, boshqa ayolim vatanda edi, uyga ketdi, balalarım dadamiz vatanda edi. O siz mesela o İngiliz hedimizle yengimizle birge yaşar. Şuda mı ya? Hem İngilizce yaşar. Belki Uygur sıraydıgan. Şöyle aynı bir keyfiyet şekilde mi adam için? Şekilde balla adis metin soraydı, sınıfları sorap Uygur nime ben Uygur deyetken de Uygur'sla düşenmeyetken ne çıkardım balla ders verdim. Düşendiydim. Allah'a adı biliyordu Uygur'dan ki devlet yokluğunu biliyordu ballarım. Qayerda ekanligini biladi, chiqib Turkiy millatlarga bag'ish ekanligini yaman yaxshi biladi. Shu o'tgan baldan Turkiyaga kelib ko'rsam, bu turk kichik qizim dedi. Bu men eng ko'p bayroq Turkiyadagi, dak ko'pkan bayroq Turkiyada. Nima bu Angliyada unda ko'p bayroq yo'q dedi-da. Bu Turkiyalar emas, butun turk xalqi davlatga muhtoj, davlatning qadrini biladi. Chunki davlatchilik muhim. Bu Angliya deganda bir qadimiy Jahongir bir davlat bu deganda necha imperator qo'ygan, bular g'am qilmaydi. Biz bular madaniyat yaratib bo'lgan. Bilsiz dadam nima qilib bu yerda? Ba'zi gaplarni tushundirman qizimga, chiqib vallahi yaxshi tarbiyalanadi maktabda. Yaxshi, yaxshi. Rahmat, Allah razı olsun. Demek yengimiz bilen yaxshi bir turmushunuz bor ekan, 3 qizingiz bor ekan. Hem ularni Uyg'ur tilida o'qitibsiz. Şu şaroitlarni şu yakshanba kuni mesela ana til maktabiga kelyapman dedingiz. O sharoitlarni Angliyadagi qarindoshlar o'zaro birlashib yaratdinglar qachon? Shundoq bo'ldi, shu albatta jamoat kuchi bo'ldi. Undan keyin Turkiyadagi nima Londonning shimolidagi bir Türk maktabi bizga ko'p yordam qildi. Ular biz haqsiz yakshanba kunligi sınıfını işletişini bədi orunlu şu bir 15-20 dak balla yangi tug'ilgan balla köp şu o'xshamga yosh damda şu 3-4 yoshdan tortib tak 10-12 yoshlargacha qilib yaxshi tarbiya olyotdi. Chiqib Londondagi turklarga ko'p yordamda bo'ladi. Ular hech bo'lmaganda 200 ming aholi bor, Turkiyadan kelgan turklar. Chiqib qayerishimizda ularga ko'p yordamda har soatlardan. Yaxshi, rahmat. O'zingizningki qisqacha hayotingizni yaxshi so'zlab berdingiz. Endi bu qatim akademiya yig'ini deb ataydan shuning uchun keldingiz. Akademiya yig'ini sizce ahamiyati qanday his qildingiz? O to'g'ri bir qisqacha so'zlab bersangiz. Endi biz Uyg'urlar bir millat bo'lib bilan, bir vatanning egisi bo'lib bilan bugungi kunda nurg'un narsadan ayrilib ketdik. Davlatchiligimiz bo'lmaganligi uchun ayrilib ketdik. Endi bu biz ajdodlarimiz nurg'un ilmdan yaratgan ana tilimizda nurg'un madaniyat va fan texnika mirosini qoldirgan. Yani bu bugungi bir madaniy dunyoda biz ana tilimizni so'zlab bir olimlarniki, ziyolilarniki, tadqiqotchilarimizning bir munbirini echish bu Uyg'ur jamiyati uchun, bu yoshlar uchun nihoyat muhim bir so'rinda. Chunki bir jamiyatniki deganda har sohalar bo'ladi. Ijtimoiy, tabiiy har sohalar bo'ladi. Buni ko'zish kerak, bilish kerak. U ilmning qisqasi dastlabki zakni bilish kerak. Meniki menga nihoyat cho'nqur ta'sir qildig'ini o'z ana tilimizni so'zlab tadqiqot temalarimizni, yangi fikrlarimizni vatandoshlarimiz bilan tang muzokara qildik. Bu nihoyat menga cho'nqur ta'sir qoldirdi. Yana bir meni so'yindirgani bu yil emas, 6 navbatlik Uyg'ur akademiyasizniki
yığın açıldı. Ben gerçi aldığım katılma yığınlarga səbəblər beldən kelməgan bolsam bu yıl zaten kelib görəyim çünki men endi tədqiqat temalarım şu bir ben şu müzakirə muhtaç, vatandaşımızın inikasına muhtaç, onu ortak tanış, o yakımını tarqıtış, biliş zaten mahiyetinde deb şu maqsadlardan kelib nəhayət yaşlanmışlar köp qatnışıb bəzi yığınğa nəhayət yaş urlar turubdu akademiya idara etdik pedagoglarımızmı yığın nəhayət ünlük boldu. Bulubmu şu temalarda 16 tədqiqatçılarımız, alimlərimiz, yazarlarımız özünün temalarını sundu. Bu temalarda şu ictimai və təbii fən sahəsi şu nəhayət yaş kirişdirilgəndə mesela doğrugarlıktan tatip ta ki deniz ilmigiçe NASA'nınki onun için edebiyatımızdan tatip şu Uygur yumuşak detalları şu Uygun torniki nimse o tablatını çözüp mesela o fontların işletilişi o kompüterde hatta mesela onun ki mevzem koygan temada mesela şu ictimai aloqa to'g'riniki Uyghur hayotda qanday ta'sir qiladi bu yerda faqat tabiiy fan sohasida emas uniki biz chuqur ilmiy qarash kerakda unumi qanday bo'ladi jamiyatda degandek onun için islom tarixidaymiz onun için Uyghur til haqida mesela Murat efendim yaxshi nimani o'zbek tili Uyghur tili munosabatlari qo'shimchalar yasalishi kompyuter tarjima shundoq umuman aytganda shunday yangi bir fikrlar andan ilg'or fikrlarda qilish kerak endi buni biz shu bilganlar bu tadqiqotlar shu fikrni qo'ymasak yoshlarga bilinmaydida bu qaysi zo'r ekanligi bizda bu uchur dunyosida biz her tillarda, Türk tilde xizmat qilaylik, İngiliz tilde xizmat qilaylik ve baş tilde xizmat qilaylik. Hamma narsa o'sha o'rgangan ilmlarimizni xalqimiz qanday ishlatamiz, xalqimiz qanday manfaatlanadi, biz zakat deymizda buni. Shu endi turtki bo'ldi-da bu akademiyaning yig'ini yoshlarni texmo ilhomlantirdi. Şunu nəhayət söyündüğümüz bu yığılan davamlı açılışını texnik köp qarindaşlarımızdaki, ziyalarımızdaki, özlerindeki yeni tədqiqatlarını xalqımızla ortaqlaşışını ben şunu arzu qılıman, nəhayət məmnun oldum bu yığından. Rahmet. Şu bizim bu 6. qatımlık hamda birincisi biraz 2 qatım ötküzüp koyduk, 5. ayda bir ötküzdük, 8. ayda bir ötküzdük. Erkin Kamma bununla atayetine 2 qatım qatnışıp verdim. Başka adamlarımız geldi, Nebican Tursun'dayımız, yine başka adamlarımız geldi. Keyin oylaştık ki bunu bir yılda bir qatım qısak boğadak deb. Az qısak ben saz qilayli deb şu jihati tayyorgarlik qildik. Bularni o'tgan yilgi yig'inimizda bilginizdek professor doktor Shuhrat Mutallib akamiz kelib qatnashib berdi. Hem Uyghur Akademiyasi'ndeki faxriy raislik vazifasini o'z ustiga oldi. Bunun bilan biz Uyghur Akademiyasi texnik kuchlangan bo'ldik deb o'yladik. Bu jihatlarda doktor Rishad Abbas akamiz, Erkin Sidiq akalarimiz bilan o'zining qo'lidan kelishicha yordamlarni qildi. Bu qatimma Rishad Abbas akamiz ataydan mushu yig'inda deb boshqa ish emas, mushu yig'inda deb keldi. Sizmi shu, boshqa akalarimizmi shu? Men nəhayət xushal oldum endi. Bunchalik bir ishni o'rtaga açıqlı bo'lmaydi ekan emas, açıqlı bo'ldi ekan. Biraz pedagoglik ketdi ekan. Shu endi Allah razı olsun şu pedagoglardan shundoq söyündim. Ben bu yerda bizga yoki davlat tarafidan Turkiya davlati deymiz, yoki boshqa davlatlardan bu tayyormani qiling, maqsadma bu maslahatmada qilib bermaydi. Shunda. Xuddi biz men dastlab o'tdik, har yerda bo'laylik, tirishmasak, zodi bir imkon qanchalik. Hamda kuchni bir yerga to'plamasak, ro'shlarni amalga oshirib bo'lmaydi. Allah razı olsun sizlarning shu pedagoglardan shundoq söyündim ben. Bugun bu yerga ko'rdimda Uyghur Media Center'da, Uyghur Media Merkezi'nde. Qılıb oldu ki biz buraya kelsek, çünkü bir hamma ishlar bir tashkilot bir nima bir shart emasda, biz qo'limiz kelsa nurg'un sohalar borda Uyg'urcha xizmat qiladigan.
Təsiratım nurgun yeni fikirlerini verdi. Türkiye'deki Uyghurlarınki İstanbul merkez kılgan nurgun uçraştım Uyghurlarımızdan yeni fikirler. Yaşlarınki şundaki Uyghur'da suyundum yığında. Rahmet Allah razı olsun. Benim vakitimlik Uyghur Akademisi'nin 6. katımlık ilmi muhakim yığında bir tesirlengen bir kanç nokta var. Birincisi Ulamıdın Paktakimiz 180 yaş turup yine Amerika'da ata aytan bu yığın katlaşıp özününki şu 49. yıldaki güç şunu bizge düşendirip verdi. Şu vakitimlik yanında yığında bana tesir kılgını şu bayatlardan Ulamıdın Akimiz 85 yaş turup özü için bu yığınga ata aytan katlaştı. Özününki şu hem de ne diyeyim tirek şahitler şu vakitteki ehvallar bizge düşendirip koydu. Şunda suyunduk. Ondan keyin şu Ankara'dan kelgan, Gazi Üniversitesi'nden kelgan profesör doktor Vedat Bulut degan akimizmi şu o'qituvchimi yaxshi Uyg'urlarninki tibabati dorigarlik to'g'riliqchi, shu milliy tibabatninki Uyg'ur ishxonasi to'g'riliq, ishpaligi nimalar to'g'riliq so'zlab berdi, dorilar to'g'riliq. Uni bir chet elliklar og'zidan olgandan keyin ham texnik ta'sir qildi ekan buchu. Men burunda tatib shu Uyg'ur tibabatiga biroz qiziqdim. Gerçi nima qilmasam, tadqiqot etmasam, davom bo'lsam. Ondan keyin oxirida shu Mağfiret edimizdeki sözlüğün bir sözü bek ta'sir qildi. Valla bu dünyada tunji bo'lib, şu özünün devletinin bayrağıga, mesela Uygur devletinin bayrağıga bir bilen bir ayağının suretini şundama şu şekilde simvollu karakterli mesela çıkarıp diken, bazı pullar maçta besilgandaydı, hatta bazı ünvanlama verilgen depçi. Acaba kıldı, bu bek bana ta'sir qildi da. Ya çok bir narsa vardı. Ben ötkende emas, 2007-yilda bir Qurbanayit yig'ilishi bo'lib Londonda da. Şu faaliyette şu Uyghur tarixidan bir so'roq qilib bolalar yoshlarni tarbiyalaymiz deb şu buni tayyorlab bir ismini unutib qoldim, şu engak bir Uyg'urshunosniki maqolasini ko'rib qoldimda. Hep shunaqa. Uyg'ur davlati qurgan vaqtda o devletiga mesela bir ayolni başladı. Bu demeklik Uyg'urlarning şu vaqtlardan tortib inson haqlari, bu er ayollarning teng barobarligini bular dunyoda hech qanday bir davlatda o vaqtlarda er bilan ayolning teng barobar ekanligini bayroq tushirib yoki jamiyatda shu vallahi ayollar bilan erlar teng barobar deganlik nimani ayollar feminizm deb qo'ydilarmi? Feminizm. Bu asos Yevropada beklar kuchli nimishqi desa, ayollarning huquqi bek paymal qilingancha, qattiq eksploatatsiya qilgan ayollarni shu. Şu cihetin aşağı taraftan tarih qilib, andaki bir feminizm ortaya chiqib qolganda hamda ayol nimasi, ayollar huquqi to'g'riliq gap. Biz Uyg'urlarda ayollar mesela analarni bek hurmatlaymiz bu. Ayollar bir qo'lida buyukni, bir qo'lida dunyoni tavridadi deydi. Hatta bir ayolni tarbiyalaganlik bir jamiyatni tarbiyalaganlik degandek, analarning jannat analarning oyog'i ostida degan hadislarmi bor degandek shu. Şuna bu cihetde bir ta'sir qilgan narsa. Ama hozir ayollarga nisbatan berilgan nima biraz tövellab ketaylik deb o'ylayman. Yine şu ayollarning o'rni to'g'riliqchi. Alloh hamma bizga huquq jihatdan va majburiyatlar jihatdan o'xshash nima qilaylik hamda shu. Faqatla shu erlar ayollar qaraganda jiqroq vazifani o'z ustiga olganlik uchun bu jihatda biraz farqi bor shu. O jihatda. Şunu pek yaxşı oldu, pek de ta'sir qildi. Şunu bu qadamgi yig'inma nayt o'ngishli bo'ldi, muvaffaqiyatli bo'ldi deb o'yladim. Nimalar sohalar har turli har sohadan kirishdi. Ijtimoiy jihatdagi Uyg'ur jamiyatininki mayli tor sohasida bo'lsin, yoziq yoki til sohasida bo'lsin, xeyli keng mazmunlarni o'z ichiga oldi deb o'yladim. Rahmat. Bu yig'in to'g'riliqma shunday to'xtalib o'tsak. O torlarını koyup duraylar, internet torlarını koyup duraylar ama ictimai aloqa vasıtaları qaraylı. Bu ictimai aloqa vasıtaları Uyg'urlarga biz bilmez dünyanın qancha derece özgürtüp atqan ictimai aloqa bu Uyg'urlarga nimlar özgürtüşlerini berip atadi. Uyg'urlar nim deyishadi bu ictimai aloqa vasıtalarida. Bu albatta biz kuzatgan bir taraf. Chunki bu ilim sohasida bu har qanday bir
media vasıtaları olsun, yoki ijtimoiy uchur aloqa vositalari olsun jamiyat ta'sir qiladi. Ani yoshlarning qiziqishi, yosh o'xshamagan yoshlardagi bir millat topida o'xshamaydi-da, ularga qiziqishlar. Shu burun masalan xabarimiz bor. Masalan, vatandaşlardan ko'rishdi, telefon qilatdik, ataydan setvelib, telefon hozir unday ish yo'q. Kiko deb undan keyingi undidar, ya'ni WeChat chiqqandan keyin men bunga qo'nish majbur bo'ldim. Chunki vatandaşlar shuni qo'llanishni imkoni shu-da vatanda. Chunki chet el nurg'un yaman qulay Facebook'daymiz, Twitter'daymiz, yaman oson. Hadisi, men mesela Nono'ni ishlatdim. Ben bir ayda ko'p qoldi. WeChat chiqqandan yaxshisi men Nono degan narsani ishlatib topdim. Pulni qochmayapti hozir shu. Demak, WeChat asosli qanday? Shundaymi? Biz shuni majbur bo'lamiz. Chunki vatandaşlarning, chunki bizning hayotimiz, bizning har bir nafsimiz vatan bilan bog'langan. Shuni. Vatandaşlar nimani qilsa biz shuni qilish, shuni biz bog'lanishimiz kerakda bizni. Shuning bilan men bu bog'landim, qo'llandim undidarni. Keyin qo'llanish jarayonida kuzatib baqdimda, masalan, o'zimlik urug'liqlardan tortib, savodashlarni kuzatib baqsam, bu xilal mazmunlar bor ekanda, bu nurg'un narsa bilgi bo'ldi ekanda. Burun bloglar vardı, xalqlar blogini qazitdi. Hozir unga ta'sir qildi. Tor betlarga men internet, kompyuterni olib turib ko'rishdim. Hozir qo'l telefonlardan WeChat'ninki undidarning Moment degan nimasi bor. Uni chambarak deb olibdi vatandaşlar. Chambarak, do'stlar, chambarak deymiz. Asosida shu yerdan ko'ryapti-da. Shu ilki nima deymiz endi, u burunqi an'anaviy shakldagi yo'g'on ekranlarni ko'rishdan ko'ra desktop kompyuter deymiz, personal kompyuter deymiz. Hammasi qo'lga ko'chdimdi. Laptop degan bo'lsa, mobil deymiz, tablet deymiz, ko'chib, umumiy yomon tizda. Gapni aniq o'zi kelsak, hozir 700 millionga yaqin dunyo bo'yicha odamlar shu undidarni qo'llanadi. Buning ichidan taxminiy solsak 2 millionga yaqin uyg'urlar qo'llanishi mumkin. Qozog'istondagi uyg'urlar ham qo'llanadi ekan hozir. Shu boshqa millatlar yomon ko'pda qo'llanadi ekan. Demak, 2 milyon taxmin 2 milyon yaqin yordamni qo'llangan bu vosita, bu ijtimoiy aloqa to'rida, vositasida, bu appda nimalar so'zlayotdi? Bu biz yomon yaxshi bir sahna platformada biz tushunishimizga, shu orqali biz bu jamiyatshunoslik, masalan bu uchur aloqa vositalarga tayinib jamiyatshunoslik epish bu nihoyatda nurg'un sohalarni biz to'g'ri faraz qilishga, dunyoga tushuntirishimizga va o'z xalqimizni tushuntirishga, buniki foydasiz taraflari, yoshlar qanday yo'nalish qarab taraqqiy qilish kerak, o'rganish kerak, bilish kerak. Bu sohalarda nihoyat ochqishliq bir sahna hozirlab berildi. Shundan nurg'un to'plar qatnashdim, savollar bilan ko'rishdim, qarasam nurg'un manbalar bor. Shundan buni men o'sha dunyoviy boshqa ijtimoiy ahvolning o'zgarishi, bu boshqa davlatlarda bo'layotgan g'arb dunyosida buni qo'llanish sohalarini selishtirib, muhtaqil iznib kerak deb bu tadqiqot temasini boshlagan, 1,5 yil kuzatib, oxiri buningda sajg'ir bir temalar, ya'ni xalqimiz musulmon. Xalqimiz musulmon, alhamdulillah musulmon, 1000 yilda oshdi, xalqimiz musulmon beshavat qildi. Ammo bu temaning ismi aql fon orqali islomlashish, Uyg'ur ijtimoiy aloqa vositasi nazarda. Bu demakchi olamiz, shu aql fonda hozirgi shu ijtimoiy aloqa vositalarida islomiy da'vatlar yoshlarimizda bo'layotgan islomni to'g'ri tunish, ko'p sonliqlari, yoshlar islom to'g'ri, islom qizig'ligi, islomni o'rganish, mush sahalar, hadislarni tushunish, o'rganish, bu sahalarda andiki islom kiyinish bo'lsa-mu, bunisi yana bir qism manbalar shu endi islomiy jihad, islom shu jihad chaqirish yoki buni tashviq qilish mazmunlarni ko'payib qoldi-da. Biz men bu diniy sohada ko'p ma'lumotni e'tirof qilaman, ammo menikini qiziqligim o'zgarishlar ichidagi bu Uyg'ur jamiyatiga shu vosita
ijtimoiy aloqa to'ri WeChat qanday o'lchanib keldi. Chunki yezli qishloqlardan tortib shaharlargacha ham odam qo'llandi ekan buni hozir. Shunda keng umlashganda, bir narsa kuzatish deb kuzatib shu yo'nalishni belgilash Uyg'ur jamiyatining biz sirtda turib bilib olmaymiz qanday bo'layotganligini. Chunki yana bir tarafdan vatanimizda bo'layotgan voqealar hammamiz bilamiz. Odam ko'rishni xohlamagan, odam afsuslantiradigan qanliq voqealar to'xtamay yuz beryotdi. Hamma odam hammamiz bu majratdagilar ko'nglimiz parishon bu ishlardan. Chunki yosh hayotlarniki vaqt nobud bo'lib ketishini biz xohlamaymiz. Agarda xalqimiz 1 million nüfus, 100 milyon nüfusumuz bo'lgan bo'lsa, 100 milyon nüfusumuz bo'lgan bo'lsa, bu xalqimiz tavlib ağır bir yer to'xtaydi. Onu azmaydi. Sonimiz az. Behuda qurbonlik berish, hayotni tamomlash, oxirlashtirish bu yaxshi bir ish emas. Yoshlarimiz o'qish kerak, bilish kerak, o'zining kelajagini o'z ixtiyori bilan, aqli bilan yaratish kerak. Agar biz hamma yoshlarimiz shu ilm, din va ilm, Uyg'ur kimligimiz, vatan sevgimiz bilan, mushtaq bir e'tiqod bilan yashasa, o'zini kuchlantirsa, ilmini xalqqa yetkazsa, biz yana Uyg'ur jamiyatini o'zgartira olamiz. Yana xalqimiz baxtiga yarata olamiz. Bu bir millatning o'zini qutqizishi zo'ravonlik vositasiz qutqizish degan ishonmayman. Uning nurg'un sabablari bo'ladi, chunki dunyoda boshqa millatlar ham bunga misol bo'la oladi. Chunki shu ijtimoiy ta'siri undorniki. Uning jamiyat ilmiga birlashtirib bir shu vatandoshimizga munozarasi qo'yay buni. O'ylash baqa, chunki bu o'ylanadigan nayati men ham tafsilot deb aytmayman. Nayati kishilarni ansirtidadir bo'layotgan ahvollar. Mesela bu doğruluk ben Arap inqilobi dedi ishunami? To'g'ri. Buningda Facebook'ningki rolleri nayati cho'ng. Ondan keyin satellite nima sun'iy havo televizorlar bor-ku. Buningki hatta manadaglik Facebook'ning 125%, shu sun'iy havo televizorning 125%. Ondan keyin aşağıda xalqning o'zininki qo'zg'alab, o'zininki ishidan harakatga o'tishi 25%. Yine başka fırsatlar diyendek şu. Boşalarına deylik. Bunun da hem de asası Facebook ortaya çıkandan ki Twitter'ni qo'shib qo'yamiz. Twitter var, Twitter var. Google'niki mulozimatlar. İctimai taratqular. Şu muşalarning ta'siri bak cho'ng bo'ldi deydi. Demak bu to'g'ri. Oddiy ish emas. Hamda vatanimizning haq Facebookning o'rniga nimani ishlatadi? Öncülerini işletkendiğin keyin bu ortada bo'layotgan bir ishkilning ishida bo'layotgan o'zgarish nihoyat cho'ng hamda-chu. To'g'ri. Hatta oxiri nega ifoda etsangiz uni hozir xabarlarda ko'ryapmiz. Indoneziyada, Malayziyada, undan keyin bu sirtdagi ahvollar bor. Bular buni vatan o Xitoy hukumati buni boshqa ishlarga bog'layapti degandek-chu. Bu ishlarni qilib oxiri kelib bizning beshimizga bir qalpoqni ko'gizmoqchi endi-chu. Uning qanday bir niyat ekanligini aqli odam uni bilib yetadi-chu. Shunga ish qilib bak cho'ng ta'sir bo'ldi-chu. Buningki dardini kelajak tortimiz hamda. Menimcha sizcha shu unjudarninki Uyg'ur jamiyatiga men bunday qaradim-chu. Ta'siri yoshlarga, jamiyatimizga, vatanimizga bo'lgan ta'siri yaxshi yo'lga chiqarib ketib boramdi yoki qanday bo'ladi? To'g'ri, aytdi, muhim bir savolni sordingiz. Chunki har qanday narsaniki, har qanday bir yangi fikr, iqlim va vosita yoki texnikalarniki albatta uni eng avval o'ylashimiz. Xalqaradami, g'arb dunyosida bo'libmi, uni aytdi qonunlarni tuzib, chunki ijtimoiy to'g'riniki, ijtimoiy vositalarniki ziyon taraflari ham bor, foyda taraflari ham bor. Biz avval ziyon tarafini so'raydi. Ziyonli tarafini deya aytgan vaqtda masalan o'z kimligi bilan samimiy kirmaslik, aldamchilik, mavhum dunyodagi aldamchilik, bo'libmi yosh quramiga yetmagan yosh o'smirlarni masalan
aldash, jinsiy parakendizlik silish, bo'lmasa aldab kelib, to'g'ri, aldab a'zolarini, to'g'ri. U narsa men deyapman, g'arb dunyosida. Bu vaqtda lekin tafsil qonunlar chiqarilib, odatda shu talab qilsak, shu masalan Angliya sharoitida bizniki shu internet manbalarimizni shu to'g'rilab qila oladi talab qilsak va masalan sayaq narsani ko'rishma ya avashmamiz buyatib o'chirib yetalaydi-da. Shu qadar ching Angliyaniki bu masalan ismoq. Ammo vatanda indarda radida qancha darajada bu amalga oshirildi. Masalan nurg'un hikoyalarni angladik indarda. Masalan aldamchilikda oddisi o'sha Angliyada o'qigan bir qiz bir hikoyani oldimda birisi mesela yardam qilib tanishim bu 10 ming dollarni ödeyip ketib, 10 ming yuan olib ketibdi mening nomimdan deb o'tgan anglab hayron qoldim-da, misolda. Shu qadar zo'r ekan aldamchilik. Onun lekin oilaga ta'sir etadigan, u yerda nima ailesi bağlamı özara açtık nimqulashlar ko'pkan onu ko'p hikoyalarni angladim-da. Ondan keyin shu aşmışdak Türkiye'ye gidip Uygur ayolları ünlüleri tanışıp Türklerden şunda şermende işlem bakende hem tefsir edip ötmemde hayran kaldım. Türkiye'ye nurgun gapten aldım anlap ben de oyladım adır demek adır suallarınızı cevap vermem ben şu tədqiqatın nurgun nəslərini doğru paras qıptımən nəzriyə cəhətdən təfsirli o mən əhvallarını detaylarını bərməyən bolsam da paras qıldım. Hem de sualın özü kəsək paylıq tərəfləri nimo deyəndə acayip ki paylık tarafları. G'arbda paylık tarafı bir ideyanın, bir eqimning, bir partiyanın, yak bir naqshcholponniki, yak bir yozuvchi fikrini aqozalaydi. U bir cheksiz bir platforma, yani bir munbarda. Chunki burunqi an'anaviy shakldagi besib chiqarish, moddiy shaklda ko'rish, ya'ni gazet, kitoblarni ko'ra, uni surat ostida. Bu yomon tiz minus sekundning ichida bir o'sha bir taqilib, oddisi internet ana şekilde internet torbatlarımı hazır mesela akıl fon deyimiz yani tabletler yani smartfonlarla maslayılıp hemisi şu şekilde bunlarla toxtanmasdan hemimiz ictimai aloqa vositalariga bağlanılaydı. Bağlanğandan keyin bir temin nashr qilsak avtomatik shunga bağlasak avtomatik bir qancha 4-5 ictimai aloqa vositalariga bevosita chiqadi-da, o tem chiqqandan keyin demak, bu internet ana sahifa, o manba ambarda qolgan ijtimoiy aloqa o yetkizish pochtaliyanda bunday taqatquchda. Demak, siz bu har qanday davlat shunday. G'arbda texnik kuch bu media, bu taratqular bu o'zgartiradi. Hatto bir davlatniki, masalan, Angliya misol olsak, bizdeki David Cameron başımızda qo'rqidi. Chunki shunday kuchlik, masalan, bu davlat kontrol qilolmaydi buni. Endi bu demokrat davlatlar shunday bo'ladi. Demokrat bo'lmagan davlatlarda boshqa hamda. Demak, bu foydasi shu. Endi xususiy hayotda deganda, xususiy hayotda nihoyat zo'r. Men hozir biz bevosita masalan tarixda deymiz, Qashqardan bir yezlarda bir tuqumimizdan so'zlashalaymiz. Xamanda bug'doy bitirib qilayotgan, aqlayotgan akalarımızdan görüşelim, akademik olsa hamon ep bo'ldiğimi deyaleymiz, misal deymizde. Şehirlerde degende nayet tez aloqalashish, payt tarafdan nayet ko'p, onunki fikir iqim tarqitish, o'zaro urtiqanlar, do'st birodarlar to'plashib so'zlash yomon ko'p payt taraflari. Ammo yana savolning o'zi Uyg'urlar qanday bo'ladi paytimiz degan vaqtda Uyg'urlarga qo'sh bizda hem paylık buluvatıdı, hem ziyalık buluvatıdı. Ziyalık buluvatıyanda toğır bulmayan ideallerindeki tarqılışı, yaşlarımızga hayat tecrübesi kem, yaş marif terbiyesi kömmegen yaşlarımızga toğırlıqla qatanıp perak etiş iqtidar ayzı boğan yaşlarımızga bulan tuyuq yolga başlaş, bulaniki yak o'qishni davom ettirmaslik, fenni ilimlarga ko'proq ahamiyat bermaslik, yoki hamisha şu oltusu kopsa şu İslam bilan şu İslam shundoq hayotni kechiradigan shundoq taqdim qilayotgan shundoq ko'rinadi. To'g'ri, bu yerdan mening tushuncham qisqasi din Allah biz musulmonlarga Allah ato qilgan
bu şəxsi bir itiqad. Mən 5 vaxt namazını oxub bütün həyatımda cənnət girsəm, mən özümün mənfəət üçün. Hətta məni tuqqan anamni mən ekrəməyəm cənnətə. Sizmi şundaq? Bir cəmiyyətdə əxlaq bəşriyyətlərdən tizgiləşən oynayan bilən nurgun məsələn hazır görüyatım Uyğur cəmiyyətində nurgun nəsələrə çək qoyub qoydu. Umumluq götürüb İslam dinini muşunu vasıt qılıb yaxşı oxuyanmağanlar, ya cəmiyyət onu tapmayan muşunu vasıt qılıb durub özünün bir fikir iqimlərini çünki tarqıtış belki sebep yanında nima degan vaqtda tarbiya masalasi, ma'rif masalasi. Agar shu yoshlarimiz yaxshi o'qigan bo'lsa, ota-onasi farzandlariga mas'uliyatni, tuyg'usini to'liq ijro qilgan bo'lsa, ya'ni yaxshi tarbiyalagan bo'lsa farzandlarini, mas'ul bo'lgan bo'lsa, jamiyat va ota-ona balkim yoshdan to'g'ri yo'l boshlab, haqiqiy islom, haqiqiy to'g'ri islom dini qayerda? Xurafotlik yoki boshqa bir siyosiy islom dini, politika islom dini buni o'tirishga ehtimol ko'p. Bu nimishqa bu islom dinimi biz Allohning bir muqaddas dinimiz bu siyosiy bo'lib ketdi degan narsani oxiridek bir bilim bo'lgan bo'lsa, balkim bu ishlar bo'lmas deb o'ylayman. Balki hammamiz yiqib ketgan ma'rif masalasida, tarbiya masalasi. Bu hozir deyotgan vaqt shunday undidor ko'rinyotdi. Ko'rinib bu jamiyatning o'zgarishiga bu individualni qo'llanish ziyonli emas, qo'llansa bo'ladi. Ammo bu iqimlar qaysi taraf kelyapti? Uyg'ur jamiyati foydalimi, ziyonlimi? Bu narsani o'lchamizda sizdan misolni o'tirib qo'ydingiz. Demakchi o'g'lim endi buni har bir mana Uyg'ur degan bu jamiyat a'zolarimiz, millat a'zolarimiz o'ylashi kerak. Yana bir narsa qo'shimcha qilganimda bu individual to'g'risida bo'ldi bu tema. Bu bexatarlikka diqqat qilish kerak. Chunki siz har bir uyalgan uchurlar nurg'un mashinalardan, nurg'un ambarlardan o'tib taqtildi. Bu hamisha saqlanadi. Siz har qancha siz bir narsa uchirib yetdim deganingizdan u ambar saqlandi. Demak, masalan, bir xabar manbalarda Amerikaniki Markaziy istixborot idorasi CIA shu Facebook qo'llangandan keyin Twitter, Facebook bo'lib Facebook qo'llangandan keyin ularniki shu josus programmalari, chet ellardan kuzatish, shaxsdan kuzatish programmalariga qilingan mablag'ni qisqartirdi. Chunki Facebookda hamma narsa bor. Uni bir odamning berib ataydi, tintinglar. To'g'ri, endi vaqtida shuda har qanday hukumatlar hozir bu voy biz qilmaymiz, bexatasi bekor, hammasi yo'q gap. Sizniki telefoningizdan tortib, agarda boshqa bir iPhone yoki boshqa telefoningizdan location, ya'ni yer degan narsani o'chirib etmasangiz, siz uni nega turadiganini bilib turadi. Uni o'chirib etgan taqdirda sizning signallar bo'lsa, sizniki signallarni bilib turadi. Shu qadar bo'lib ketadi. Buni men deyotgan narsa bu yerdan yo'llarni bilish kerak. Bu hozirgi zamon qanday ishlatish, bexatarlikka diqqat qilish kerak. Shu ichida yoshlarimiz bilish kerak. Har qanday bir so'z harakatiga mas'ul bo'lish kerak, o'ziga va boshliq mas'ul bo'lish kerak. Buni foydaliq millatga, vatanga, xalqqa foydaliq yo'nalishda ishlatsa, ma'rif, bilim, mehr-muhabbat, o'zaro hurmat, shuni tavsiya qilaman-da. Rahmat, nihoyat yaxshi so'zni yig'inchoqlab berdingiz. Demak, undidor deymiz, Facebook deymiz, har qanday bir narsa o'zininki loyiqida to'g'ri ishlatilmasa, onun olib keladigan ziynini mo'ljalligisiz bo'lib ketadi. Shunga qarindoshlar, deganimizdek, onu ishlatganda qanday ishlatish, nima uchun ishlatish, bu to'g'riliq yaxshi o'ylanib, o jihatdagi bilimimizni ko'paytirib, vaqtimizni, yosh vaqtimizni undidordan, Facebookdan bakroq bilim olishga, bilim, diniy bilim, fanniy bilim deb ayirmaydi Alloh. O'qu dedi, shundaqmi? O'qu degandan keyin shu har qanday narsani o'qib şu arkalık yüzümüzü güçlendirdiğin şu taraflarga sarf qilsak, bugünkü programımızdaki birinci kısmında Aziz İsa Erkin akamizdeki qisqacha tarihi, aniylardagi hayoti, to'g'riliq va o'rnaki Uyg'ur akademiyasininki bu qatimqi 6 qatimliq ilmiy muhokama yig'inidagi o'zining qisqacha his qilganlari va o'zining sungan temasi undidor to'g'riliq to'xtalib o'tdik. Rahmat. Hem ikinci kısmında başka temalarda söz kılımız. Sizin rahmet, Allah razı olsun. Sizin rahmet.